Osiyo ayig'i laqabini olgan kurashchi. 17 yoshida universal jang sport turi bo'yicha Osiyo chempioni, yakka kurash sport turi bo'yicha jahon chempioni, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti marhum Murod Xonto'rayev. Sahnaga Murod Xonto'rayevning oila a'zolarini taklif etamiz. Murod Beyni validay muhtaramalari, qadar buzrukvorlari, oila a'zolari va ukasi, qarsakiylar, azizlar, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bunaqa insonlarni qaro yerda bo'lsa ham o'z mukofotini olishga sazovor bo'lish Allohdan. Olqishlab qo'yamiz aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar. Biz Murodbekni har bir yutug'idan ko'nglimiz quvonchga to'lardik. Nega endi o'tgan zamonda gapiramiz? Biz hozir ham uning yutuqlarini eslab, uning muvaffaqiyatini hali takrorlay olmagan zamondoshlarimizni, ularning orasidan Murodbekning izdoshlari chiqmog'ini yaratgan egamizdan tilaymiz. Va shunday shukuhli onlarda oila a'zolarining qalblariga quvonch ulasha olgan bo'lsak, yuzlab, minglab Murodbekning shogirdlarining qalbiga quvonch ulasha olgan bo'lsak, marhum do'stimizning ruhlari shod bo'lgani rost bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz. Ularning farzandlari keling, ikkinchi o'g'illari keling do'stlar.